Dorixonalarda juda arzon, retseptsiz beriladigan, lekin ko'pchilik bilmaydigan ikkita dori bor. Birinchisi asab tinchlantirish uchun, ikkinchisi energiya va quvvat berish uchun. Hozir aytib beraman. Xo'p, birinchi preparatimiz narxi 7000 so'm atrofida, nomi glitsin. Bu aminokislota bo'lib, tibbiy tinchlantiruvchi kabi ta'sir qiladi. Uyquchanlik chaqirmaydi, qaramlik ham keltirib chiqarmaydi. Agar sizda xavotir, uyqusizlik, asabiylik, bosh og'rig'i bo'lsa, glitsin asab tizimidagi ortiqcha zo'riqishlarni kamaytiradi va miyada tinchlantiruvchi jarayonni qo'llab-quvvatlaydi. Shu bilan birga xotira va diqqatni ham yaxshilashga yordam beradi. Ikkinchi preparatimiz bu Ribaxin. Narxi 10000 so'm atrofida. Ribaxin yurak mushaklaridagi energiya almashuvini qo'llab-quvvatlaydi, jismoniy chidamlikka yordam beradi va charchoqni kamaytiradi. Agar doimiy quvvatsizlik yoki doimiy charchoq his qilsangiz, unda Ribaxin sizni hujayralaringizda energiya almashuvini qo'llab-quvvatlaydi, natijada energiya sizga qaytadi. Izohlarda nima kasallikka dori kerak yozib qoldiring. Men esa tekshirib hammanglarga javob beraman. Videoni saqlab qo'ying, repost qiling va yaqinlaringizga yuboring. Shunaqa foydali kontentlarni yo'qotib qo'ymasligi uchun obuna bo'lib qo'ying.